Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasini kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 9-may 2025-yil. Xo'p, bizni navbatdagi granulyatorimiz tayyor bo'ldi. Bu granulyatorimiz soatiga 50 kilo chiqaradigan, 30 kilodan 50 kilogacha deyiladi. Universal roliga aylanadigan Namangan shahriga chiqib ketyapti. Xudo xolasa bugun. Xo'p, granulyatorimiz hozir kunda narxi $600 bo'lib, qo'shimcha matrisasi bilan akamiz zakaz qilganlar $700 ga qo'shimcha matrisasi bilan zakaz bo'lgan. Hop, granulyatorimiz 220 da ishlaydi, 4 kilovat 220 заводской motor qo'yilgan. Moskva zatli mostlik. Mollarga va o'sha tovuq quyonlarga yem chiqarish uchun 2 xil matrisa qilib berganmiz. Buni endi hozir ishlatib ko'rsatib beraman. Barcha obunachilarimizdan uzr so'rayman. Vaqt men 10-15 kun safarda edim. Shuning uchun video qo'ymasdan mayda kichkina videochalar qo'yib shortsga glavniga video qo'ymay qo'ygandik. 15 kundan beri safarda yurganligim uchun ozgina kanalimizda pauza bo'lib qoldi, lekin jarayonlar ketyapti, zakazlar o'z vaqtida yetkazib berilyapti. Hop, bizni mana shu granulyatorimizni hozir Namangan shahriga chiqarib olishimizdan oldin buni sinab bitta yurgizib beramiz. Buni ishlash juda oson. Masalan, mana hozir tokimiz 220-230 ko'rsatyapti. Motorimiz yangi, заводской. Misol uchun o'zida 8 kilovat yozuvi bor, lekin aslida ichida 4 kilovat. Hop, avtomatlar uchatillari bor. Moskva zadlimos qo'yilgan. Roliga aylanadi, donga hashi qo'shib bemalol chiqarsa bo'ladi. Buni hozir ishlatib ko'rsatib beramiz. Qani, bismillah. Ishlashdan oldin bir где-то 3-4 minut qizib olguncha to'ldirmay turiladi voronkasini. Chiqarish boshlandi. Endi hozir men jinni qizdirib olgan edim reklamaga shu vaqt olib qo'ymasligi uchun. Chiqishi mana hozir 6 mm da chiqishi. Yemimiz o'ta chiroyli, go'zal. Uchimchaga uqalanib ketmaydi, pressi ham qattiq. Hozirgi razmeri mol qo'ylardi razmeri, mol qo'y, tuyaqush, baliq, ot, sigir bemalol yeyveradi. Granulamizni tarkibida mana hozir yemimiz tarkibida makka, bug'doy, arpa, tariq, semichka hamma mahsulotlar bor. Где-то 7 xil mahsulot bor. Xolasangiz bunga hashay mahsulotlari, beda, yanto, yer yong'oqpali, gidroponika, kerak bo'lsa chigit mahsulotlarini ham qo'shib chiqarishingiz mumkin. Bemalol qiynalmasdan 220 da ishlayveradi. Faqat 200 dan baland tokingiz bo'lishi kerak. O'zbekiston bo'yicha barcha viloyat va shahar markazlariga bepul dastavkasi. Buni hozir endi to'ldirsa bo'ladimi deganlarga to'ldirib ham ko'rsatib beraman. Umuman hani to'xtab qoladigan narsa emas. Hozir bugun juma kuni, dam olish kuni bo'lganligi uchun hamma ishchilarimiz bugun ordiq qiladi. Bugunga va'da berib qo'yganmiz, klientimizga chiqarib beramiz deb. Shuning uchun o'zim chiqib, xudo xolasa to'ldirib qo'ydim. Kerak bo'lsa, yana ham to'ldirish kerak bo'lsa, mana granula bilan ham to'ldirib qo'yaveraman. Nagruska kerakmi? Nagruska berib qo'ydik. Umuman to'xtash degan narsa yo'q. Tokimiz zo'r, xudo xolasa. Motorimiz заводской motor, yangi. O, qizib chiqyapti o'zi ham. Qo'l qizishga keldi. O, ana qizishni boshladi yemimiz. Granulani bitta eng zo'r foydalaridan bittasi, bunda umuman yem uvol bo'lmaydi. Misol uchun mol qo'ylarga yem beradigan bo'lsangiz yo tovuqlarga yem beradigan bo'lsangiz, o'zini o'sha axlatiga, oyoqtagiga yemini to'kib sochib yeydi. Granulada unaqa narsa yo'q. Yeydi, nima solib bersangiz ajratmasdan, o'sha tanlamasdan pramo yutadi. Keyin bunda yem maydalab turib solingani hisobiga yana ichida granulani roliga don mahsulotlarni talqon qilib, un qilib, keyin granula qiladi. Shunda molni ichidan hech qachon o'tib ketmaydi. Xudo xolasa organizmga o'sha yarim pishgan tayyor mahsulot kirganda energiya sarfi o'sha kamayganligini hisobiga jonzotdi. hali hazm qilishga bo'lgan energiyasini kamroq sarflagani uchun semirish jarayonlari ham
yaxshi bo'ladi. Keyin xohlagan mahsulotingizni qo'shib, misol uchun to'yimli yem yaratishingiz mumkin. Kerak bo'lsa 15 xil mahsulot, kerak bo'lsa 10 xil donli mahsulot, hashay mahsulotini aralashtirib to'yimli mahsulot yaratishingiz mumkin. Misol uchun kunjarani narxidan kerak bo'lsa arzon qilib yem tayyorlashingiz mumkin. Granula hozir butun O'zbekiston his qildi. Granulani zo'r shu effektini hamma bildi, pashti. Xudo xolasa buni kelajagi bor. Atala qaynatish, makka qaynatish, bug'doy qaynatish, somonga atala quyib berish degan narsalardan qutulasiz. Oson uyda ro'zg'orga o'zingiz uchun bitta olib qo'ysangiz, sizga ancha yillar xizmat qiladi va chorvangizni, parrandangizni, quyonchilikni, baliqchilikni yo'nalishlaridagi shu jonzotlaringizni rivojlanishi, yaxshi daromadga kirishingizda, ularni semirishi, rivojlanishida juda katta yordam beradigan texnika. Butun dunyoda bu granuladan foydalanishadi. Bu kecha paydo bo'lgan narsa emas. Sovet davrida ham bu narsa bo'lgan, granula bo'lgan. Prosta Sovet davrida odamlarda o'sha dehqonchilik yaxshi rivojlangan bo'lganligi uchun odamlar o'sha o't-o'lan bilan, sho'rxa kunjara bilan serovgarchilik bo'lgan paytda boqishgan. Hozirgi kunda narx-navo juda katta kundan kunga o'zgarib ketyapti. O'shani hisobiga yana ham to'yimli, yana ham arzon va sifatli bo'lgan, kaloriyasi kuchli bo'lgan yem mahsulotlarini tayyorlash granulaga bog'liq bo'lib qolyapti. Granula apparatga bog'liq bo'lib qolyapti. Barcha turdagi granulyator va drobilkalarni yasab beraveramiz. Masalan, don maydalaydiganimiz bor 220 da, universal drobilkamiz bor 220 da, 380 liklari ham bor. Granulyatorimiz 1 tonnaliklari ham mana tayyor bo'lyapti. Zakazga Xudo xolasa 1 tonnali granulyatorimiz mana kalla qismlari ham tayyor bo'lyapti. Soatiga 500 kilo chiqadigan granulyatorimiz ham bor. Bu 3 ta roliklik qo'shimcha matrisalar bilan ham qilib beraveramiz. Benzinda ishlaydigan granulyatorimiz bor. Soatiga 100 kilo, 150 kilo ishlaydigan granulyatorimiz bor. Mana kichkina 30 kilodan 50 kiloga chiqadigan granulyatorlarimiz bor. Bundan tashqari, uni seximizda ham drobilkalar tayyor bo'lyapti. Changitmaydigan drobilkalarimiz ham bor. Kimga shunaqangi drobilka va granulyatorlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazanchidamiz. Nomerlarimiz o'sha. Mustang korxonasining faqatgina ikkita nomeri bor. 0525 52 40. Shunga aloqaga chiqaverasizlar. Mana hozir yemimiz pressini ko'rsataman. Issiqqina chiqibdi. Mana hozir xohlasa bu issiq holatda, endi buni hozir yumshoq holatda ham uqalanib ketmaydi. Buni yoyib quritib qo'ygandan keyin qattiq bo'lib, tarasha bo'lib qotadi, lekin organizmda tez parchalanadi. Shunisi bilan foydali. Sog' bo'linglar, salomatli bo'linglar. Zakazlarni olishni boshladik. 15 kun muddat ichida men o'sha safarda bo'lganligim uchun, video qo'yilmaganim uchun obunachilarimizdan uzr so'rayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.